Menga Instagram orqali bir onaxon telefon qilib qoldi. 22 yil oldin menga tish qo'ydirgan ekanlar. 22 yil oldin, bu 24 yosh, bu deyarli institutni endi bitirib kelgan davrimda. Shu Janubiy Koreyalik ustozim yaxshi o'rgatgani uchun mikroskopsiz tish qo'yib berganman. Va SMS'ni ham berishim mumkin, qo'yib berishingiz mumkin. Menga yozyaptilar-da, 22 yil oldin tish qo'ydirganman. Agar hozir yana qo'yib bersangiz, butun umrga yetadi deb, men emas, patsientim, hurmatli patsientim gapiryaptilar. Kelgan yozdilarda men aloqaga chiqdim. Hikmatilla, agar iloji bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa, meni qabul qila olsangiz dedi. Shartta gapi bo'ldim. Bu nima degan gapingiz deyman? Nima degan gapingiz bu, vaqtingiz bo'lsa dedim. Qarang, bitta gul olamiz. Bu gul klinikamiz. Uni bargi bor, tanasi bor. Albatta deydi, ildizi bor. Men aytdim, shu ildizni yig'ib bergan insonsiz dedim. O'sha 2001-2002 yillarda shu opaxon menga ishonib, esimda bir 10 ta 15 ta tish qo'ydirganlar. Metal kerak, o'sha paytda eng qimmat tish bo'lgan. Nima debdilarki, jiyanlari Hikmat aka, sizni uringiz emas, sizni darajangiz emas Hikmat aka. Ular faqat artistlarni, blogerlarni qabul qiladilar degan. To'g'ri, bloger ham bor, artistlar ham bor. Lekin kerak bo'lsa, agar vaqtim yo'q bo'lsa, yakshanba kuni klinikani yoptiraman deb bitta sizni qabul qilaman dedim. Bitta assistent chaqiraman, bitta sizni. Yo'q, o'sha tishimda og'rig'i yo'q, bemalol xohlagan kunga yozdirib qo'ysam bo'ladimi dedi. Yozdirib, mana o'sha 4 tami 3 ta implant qo'ydik yo'q joylariga. U paytda implant qo'ydirmaganlar. U paytda o'zim ham implant qo'ymasdim. Agar implant qo'yganimda hozir juda yaxshi bo'lgan bo'lardi. O'shaning uchun tishni o'z vaqtida ko'rsatish kerak. Mana yaxshi specialistga borilsa, kerak bo'lsa navbat kutib, tishlardan ko'nglingiz xotirjam, hayotingizdan ko'ngil xotirjam bo'ladi-da. Agar yo'q, mana bu yerda o'chirt ekan, mana bu yerda arzon ekan va arzoniga boraman, qimmat ekan, arzoniga boraman desangiz, hali patsientim aytganida, yo ishxonadan chiqqanda, yo uydan chiqqanda koronka tushib qolish. Agar unaqa koronka tushib qolish holati bo'lsa, men 100% pulni qaytarib beraman. Sababi meni bilimsizligimdan. Agar shu pulni qaytarib bersam, men borib yana o'qishim kerak-da. Agar pulni qaytarilmasa, bittasi 10 tadan bitta xato bo'lib tursa, hech narsa emas degan stomatolog yoki oddiy odamlar ham bor. Iloji boricha meditsinada qanday tish bo'lsa, o'shanga intilish kerak, yaratishga, o'shanda tishlarni sinishi yoki chirishi kamayib, biz o'zimizni sohamizni faxrli darajaga ko'taramiz. Meni fikrim shu.